martalik tasdiqlovchi kodni olish bu eng asosiy firibgarning quroli edi. Firibgarga kodni aytgan taqdirimizda ham kod uni qurilmasida yokida uni telefonda ishlamaydi. Onlayn kredit bir kunning ichida faqat bitta bankdan rasmiylashtiriladi. Fuqaro o'ziga kredit olib, yo'q, meni nomimga boshqa birov kredit oldi. Bank ushbu fuqaro bilan bog'liq barcha operatsiyalarni cheklaydi. O'ziga nisbatan kredit rasmiylashtirishni taqiqlash xizmati yo'lga qo'yilgan. Kredit bilan bog'liq to'lovlar, asosiy foiz summalari yoki neustoyka jarima summalari to'xtatiladi. Undan keyin bank nima qiladi degan savol tug'iladi. Bu tartib qachondan amalda bo'ladi? 50 million, 100 millionlab kreditlar rasmiylashtirilgandan ko'ra 1 daqiqa yoki 2 daqiqa vaqtini ajratib, foydalanuvchi aynan uni qurilmasiga begona akkauntdan ulanganligini bilmay qoladi va buning oqibatida uni pullari yechib olinadi. Sudning qaroriga asosan fuqaroga bu mablag'lar qaytarib beriladi. Firibgarlarga boshqa bir qanaqadir yechim qolmadi. Asosiy teshiklarni yopdik. Assalomu alaykum. So'nggi paytlarda onlayn moliyaviy xizmatlar keskin ko'paydi. Oqibatda onlayn firibgarlik holatlarining ham soni oshib, fuqarolarning ko'rayotgan zararlar ko'lami ham kengayib bormoqda, afsuski. Bunga sabab barcha bank va to'lov tashkilotlari uchun yagona minimal talablar yo'q edi. Yangi hujjat orqali esa xavfsizlik bo'yicha umumiy va majburiy talablar, qoidalar belgilandi. Bugun ana shular haqida gaplashamiz va shu kecha kunduzda dolzarb bo'lib turgan savollarga birgalikda javob olamiz. Bugungi podkastimiz mehmonlari Markaziy bank kiberxavfsizlik markazi xodimi Xurshid Xudoyorov hamda Adliya vazirligi mas'ul xodimi Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xurshid aka, dastavval sizdan boshlasak, yaqinda Markaziy bank tomonidan ishlab chiqilgan nizom Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatdan o'tkazildi. Umuman olganda ushbu hujjatni ishlab chiqishga bo'lgan ehtiyoj qanday edi va bundan ko'zlangan asosiy maqsad nima? Keling, dastavval shundan boshlasak. Darhaqiqat bugungi kun uchun eng asosiy bo'lgan muammolarimizdan biri mavjud edi, ya'niki aynan bank kartalari bilan bog'liq holda sodir etayotgan firibgarliklarni oldini olish va ularning yangi turlaridan fuqarolarni ogohlantirish hamda ularni himoya qilish maqsadida kredit va to'lov tashkilotlarida axborot xavfsizligi va kiber xavfsizlikni ta'minlash hamda frod holatlarini oldini olish bo'yicha normativ huquqiy hujjat loyihasi ishlab chiqildi va Adliya vazirligidan tegishli tartibda ro'yxatdan o'tkazildi. Hujjatdan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolarimizga masofadan moliyaviy xizmatlar ko'rsatishda ularning xavfsizligini, ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash hamda bank kartalari bilan bog'liq holda sodir etiladigan firibgarlik holatlarini oldini olish va yangi turlari to'g'risida ogohlantirishdan iborat. Ushbu nizomda kimlar uchun minimal talablar belgilandi? Birinchi navbatda kredit tashkilotlari, ya'ni tijorat banklari va nobank tashkilotlar. Bundan tashqari to'lov tashkilotlari bor. Aynan mijozlarimizga to'g'ridan-to'g'ri fuqarolarimizga to'lovlar bilan bog'liq xizmatlarni amalga oshiradi. Hamda to'lov tizimi operatorlari va ularning mobil ilovalari, ya'ni masofadan moliyaviy xizmatlarni ko'rsatuvchi mobil ilovalari uchun minimal talablar belgilandi. Umuman olganda ushbu hujjatni ishlab chiqilishida va ro'yxatdan o'tkazilishida Adliya vazirligining ishtiroki qanday bo'ldi? Bevosita bu jarayonda Adliya vazirligining ishtirokiga to'xtaladigan bo'lsam, Markaziy bankni yuqoridagi nizomi idoraviy normativ huquqiy hujjat sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Bu jarayonda Adliya vazirligi mazkur nizomni huquqiy ekspertiza va davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Huquqiy ekspertiza jarayonida biz bevosita o'sha vazirlik idoralarining vakillari bilan mazkur hujjatni ishlashda ham Xurshid aka bilan birgalikda yaqinda hamkorlikda ishladik. Huquqiy ekspertizani mohiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, biz bu jarayonda mazkur nizomni yuqori turuvchi normativ huquqiy hujjatlarga, avvalo konstitutsiya va qonunlarga muvofiqligini ko'rib chiqamiz. Undan keyingi o'rinda mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarni yo'nalishlariga, maqsadlariga to'g'ri kelishini tekshiramiz. Keyingi o'rinda o'sha hujjatda aniqlanadigan korrupsiyaviy xavf-xatarlar hamda xavf-xatarlarni oldini olish hamda yuridik texnik jihatdan rasmiylashtirilishini to'g'riligiga e'tiborimizni qaratamiz. Mazkur normativ huquqiy hujjatda o'sha Markaziy bankni nizomini ishlab chiqish jarayonida ham Markaziy bankda vakillari bilan birgalikda yaqindan ishlab o'zimizni takliflarimizni berdik hamda bu hujjatda o'z aksini topdi. Xurshid aka, endi bevosita hujjatga kirsak, nizomda biz e'tibor berishimiz muhim bo'lgan asosiy jihatlar haqida gapirib bersangiz. Endi nizomning asosiy qoidalari va biz uchun eng asosiy bo'lgan muhim o'zgarishlar haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi navbatda ta'kidlab o'tishimiz kerakki,
aynan bank kartalari bilan bog'liq firibgarlik holatlari bizning mobil ilovalardagi akkauntlarimizdan ro'yxatdan o'tish jarayonidan boshlanadi. Ya'ni birdaniga onlayn kredit olinmaydi, ungacha bo'lgan ma'lum bir bosqich ham bor. To'ppa-to'g'ri. Ya'niki firibgar aynan bizni mobil ilovadagi akkauntimizdan foydalanishdan oldin u ushbu akkauntni bizni nomimizdan ro'yxatdan o'tish kerak yoki biz bilan parallel ravishda ro'yxatdan o'tish kerak. Shu jarayonda xavfsizlikni ta'minlash, aynan ro'yxatdan o'tish jarayonida xavfsizlikni ta'minlash maqsadida bir qator minimal talablar belgilandi. Ya'niki endilikda bank yoki to'lov tashkilotining mobil ilovasida ro'yxatdan o'tish jarayonimiz hamda ushbu mobil ilovadagi akkauntimizga bank kartalarini biriktirish jarayonlari alohida tasdiqlar bilan amalga oshiriladi. Ya'niki, demak, ro'yxatdan o'tish jarayonida telefon raqam va jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamining mosligi tekshiriladi. Bu nimani beradiki, firibgar aynan bizning telefon raqamimizga boshqa begona qurilmadan kirishga urinishni oldini oladi. Ya'niki, bizning telefon raqamimiz va shaxsiy identifikatsiya, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamimiz mos kelgan taqdirdagina mobil ilovadan muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tishga erishamiz. Agar ushbu moslik tasdiqlanmagan taqdirda bank ilovasidan ro'yxatdan o'tish jarayoni to'xtatiladi va bu haqida o'sha mobil ilovaning foydalanuvchisi bo'lgan fuqarolarimizga SMS orqali xabar yuboriladi. Ya'niki, sizning telefon raqamingiz va jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamingiz mos kelmaganligi uchun ushbu mobil ilovada ro'yxatdan o'tish amalga oshirilmadi degan mazmunda. Bank ma'lumotlari, bank kartasi ma'lumotlarini kiritish masalasicha, ya'ni bizda shunaqaki, ayrim yoshi kattalar, qariyalarni bank plastik kartalari ularni farzandlarida turishi mumkin. Ya'ni bu jarayonda qanday bo'ladi? Yana bir yangi minimal talab joriy etildi. Ya'niki, endilikda biz mobil ilovada ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng yaqin qarindoshlarimizning ham bank kartasini ulash imkoniyati yaratildi. Bu bizga nima beradiki, bugungi kunda sodir etayotgan bank kartalari bilan bog'liq firibgarliklarda asosan yoshi katta fuqarolarimiz, ya'niki dodalarimiz, buvilarimiz ushbu turdagi firibgarliklarning qurboniga aylanish bo'yicha ma'lumotlar ko'p. Statistika aynan yoshi katta bo'lgan fuqarolarda yuqori. Shu kabi holatlarni oldini olish maqsadida aynan biz ularning bank kartalarini o'zimizning mobil ilovadagi akkauntimizga biriktirish imkoniyati yo'lga qo'yildi. Bu qanday yo'l bilan amalga oshiriladiki, siz yaqin qarindoshingizning bank kartasini o'zingizning akkauntingizga ulash jarayonida sizning jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamingiz yaqin qarindoshingizning o'sha jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami bilan solishtiriladi va ushbu moslik aniqlanganda, ya'ni sizni yaqin qarindoshingiz deb topilgan taqdirdagina ushbu kartani akkauntga qo'shish muvaffaqiyatli amalga oshiriladi. Yana bir asosiy talablar belgilandi. Bu aynan firibgarlikda keng qo'llanilgan, ya'ni firibgarlar tomonidan fuqarolarimizdan ularning telefon raqamiga kelgan bir martalik tasdiqlovchi kodni olish, bu eng asosiy firibgarning quroli edi. Shu kabi firibgarliklarni imkon qadar oldini olish va kamaytirish maqsadida aynan endilikda ushbu bir martalik tasdiqlovchi kodlar 6 ta belgidan iborat bo'ladi va shu kungacha alohida e'tibor bergan jihatimiz, ushbu kodlar faqat raqamlardan iborat edi. Yangi talabga asosan ushbu kodlarda endilikda raqamlar va lotin alifbosidagi harflar birikmasidan iborat bo'ladi. Bundan tashqari, bir martalik tasdiqlovchi kodning hayotiylik davri bor, ya'ni amal qilish muddati. Firibgarlikni oldini olish maqsadida bir martalik tasdiqlovchi o'sha OTP kodlarimizning amal qilish muddatini 59 soniya qilib belgiladik va 3 marotaba noto'g'ri kiritilgandan keyin foydalanuvchining akkauntdagi harakatlarini 15 daqiqagacha chekladik. Keyingi asosiy yana bir talablar belgilandi. Bu aynan mobil ilovada biometrik identifikatsiyadan o'tish jarayoni. Shu paytgacha bizni faqat biometrik identifikatsiya ma'lumotlarimiz, rasmlarimizdan foydalangan holda amalga oshirilgan bo'lsa, ushbu talab bilan biometrik identifikatsiyadan o'tish jarayonida bizni hayotiylik belgilarini ham aniqlash imkoniyati yo'lga qo'yiladi. Ya'niki siz faqat rasm orqali biometrik identifikatsiyadan o'tmaysiz, sizga bank tomonidan hayotiylik belgilarini aniqlash uchun qo'shimcha talablar belgilanadi. Ya'ni o'ngga qarang yoki chapga qarang yoki qaysidir amallarni bajarish bilan bog'liq qo'shimcha talablar kiritiladi. Bu ham asosiy talablarimizdan biri. Bundan tashqari, biometrik identifikatsiya bo'yicha bank kartalarini aynan mobil ilovadagi akkauntga biriktirish jarayonlarida ham aynan biometrik identifikatsiya majburiyati belgilandi. Ya'niki siz faqat telefon raqamingizga kelgan bir martalik tasdiqlovchi kodni kiritishingiz bilan
akkauntingizga bank kartasi bog'lanmaydi. Bu yerda yana bitta qo'shimcha faktor bor, ya'ni siz biometrik identifikatsiyadan ham o'tishingiz zarur. Fuqaro yoki foydalanuvchi aynan uni qurilmasiga begona akkauntdan ulanganligini bilmay qoladi va buning oqibatida uni pullari yechib olinadi. Shu paytda fuqaroni xabardor qilish bo'yicha qanaqadir tizim bormi? Juda ham asosiy bo'lgan bir masalani ko'tardingiz. Endilikda nizomga asosan sizning akkauntingiz yoki fuqarolarimizning akkauntiga boshqa qurilmadan kirishga urinish holatlari sodir bo'lganda bu narsa bank tomonidan aniqlanadi va fuqaroga boshqa qurilmadan kirilayotganligi to'g'risida xabar beriladi. Xabarda faqatgina unga ogohlantirish emas, ushbu qurilmaning texnik ma'lumotlari, ya'niki ushbu qurilmaning turi, uning operatsion tizimining modeli qanaqa ekanligi va qaysi IP manzildan kirishga urinish sodir bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlar aks ettiriladi. Yana bitta qo'shimcha savol, aynan o'sha paytda fuqaro qanday yo'l tutishi kerak bo'ladi? Bu bo'yicha ham yana talablar belgilandiki, fuqaro aynan unga SMS xabar kelib tushgandan keyin birinchi navbatda akkauntiga kirib login va parolni o'zgartirish kerak. Bu bo'yicha o'sha fuqarolarimizga SMS xabar orqali yuborilgan xabarda ham tavsiya beriladi. Ya'ni birinchi navbatda loginingiz va parolingizni o'zgartiring hamda ushbu akkauntda mavjud bank kartalaringizni vaqtinchalik bloklash yoki chiqarib tashlash bo'yicha choralarni amalga oshirishingizni so'raymiz degan mazmunda xabar beriladi. Minimal talablarimizdan biri endilikda fuqarolarimiz bank mobil ilovalaridagi akkauntlarida yangi bo'lim joriy etiladi. Bu degani aktiv sessiyalar degan bo'lim ochiladi. Ushbu bo'lim orqali fuqarolarimiz kirib, ularning akkauntiga ulardan tashqari yana kim kirganligini bemalol ko'rishlari, qaysi qurilmadan kirganligini ko'rishlari va ularni akkauntdan chiqarib yuborish, erkin tarzda chiqarib yuborish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Firibgarlar odatda bizni mobil ilovamizdagi akkauntga kira olmaganligini oqibatida qanaqadir ma'lum bir saytlardan bizga P2P o'tkazmalar uchun raqamlar yuborishadi va bevosita pul o'tkazish aynan o'sha sayt orqali amalga oshadi. Bu holatda, ya'ni jismoniy shaxslar o'rtasidagi o'zaro pul o'tkazmalarini tartibga solish bo'yicha qanday xavfsizlik choralari ko'zda tutilgan? Yana bir asosiy masalani ko'tardingiz. Aynan jismoniy shaxslar o'rtasida pul o'tkazmalari, ya'ni bu oddiy tilda aytganda P2P o'tkazmalariga ham talablar belgilandi. Ya'ni endilikda barcha P2P o'tkazmalarimiz majburiy tarzda OTP kod bilan tasdiqlangandan keyingina amalga oshiriladi. Bundan tashqari turli veb-saytlar orqali P2P o'tkazmalarni amalga oshirish imkoniyati cheklanadi. Ya'niki siz P2P o'tkazmalarni faqat bank yoki to'lov tashkilotlarining mobil ilovalari orqali amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari P2P o'tkazmalarni amalga oshirish uchun telefon raqamlarimizga yuborilgan bir martalik tasdiqlovchi kodlarni aynan ushbu qurilmamizda amal qilishi, ya'niki P2P o'tkazmalarni amalga oshirish uchun yuborilgan bir martalik tasdiqlovchi kod qaysi qurilmaga yuborilgan bo'lsa, aynan o'sha qurilmada amal qiladi. Sizning telefon raqamingizga yuborilgan bir martalik tasdiqlovchi kodni men kiritsam, ushbu kod noto'g'ri kod deb ta'kidlanadi va ushbu operatsiya bekor qilinadi. Bu paytda tushunishim bo'yicha firibgar bizni akkauntimizda bo'lgan taqdirda ham bizga kod keladi va biz kodni aytib o'ring deganda firibgarga kodni aytgan taqdirimizda ham kod uni qurilmasida yokida uni telefonda ishlamaydi. To'g'ri. Kod aynan qaysi qurilmaga yuborilgan bo'lsa, ushbu qurilmada ishlaydi. Bu narsa texnik jihatdan yo'lga qo'yiladi. Firibgarlik turlari masofadan amalga oshirilyapti. Ya'ni turli xil ijtimoiy tarmoqlar orqali qo'ng'iroq qilishadi yokida qanaqadir zararli faylni yuborishadi va aynan o'sha foydalanuvchining akkauntiga ega bo'lishadi. Mana shu paytda bunga qanday chora ko'rish mumkin? To'g'ri narsani aytib o'tingiz. Aynan Telegram yoki turli xil ijtimoiy tarmoqlar orqali firibgarlar bizga zararli APK fayllarni yuboradi. Ushbu APK fayllarning zararli kodlarini orasida aynan masofadan boshqarish yoki bizning akkauntlarimizga yoki telefon raqamimizga kelgan SMS kodlarini o'qish yoki galereyamizda mavjud foto va video ma'lumotlarimizni qo'lga kiritish imkoniyati mavjud. Shu kabi holatlarni oldini olish maqsadida nizomda yana talablar belgilandi. Ya'niki endilikda agarda bizning mobil qurilmamizga masofadan boshqarish huquqini beradigan ilovalar o'rnatilgan bo'lsa yoki biz bankning yoki to'lov tashkilotining mobil ilovasidan foydalanib turgan vaqtimizda bizga telefon orqali qo'ng'iroq yoki messenjer orqali qo'ng'iroq amalga oshirilsa, aynan bank va to'lov tashkilotining mobil ilovadagi faoliyati cheklanadi. Ushbu cheklanish davomida mobil ilovada push xabar e'lon qilinadi, ya'niki foydalanuvchining qurilmasida masofadan boshqarish huquqini beradigan ilova o'rnatilgan yoki qandaydir zararli ilova o'rnatilganligi yoki
aynan unga qo'ng'iroq amalga oshirilayotganligi uchun Telegram orqali bo'ladimi, oddiy qo'ng'iroq amalga oshirilayotganligi uchun mobil ilovaning faoliyati to'xtatilganligi to'g'risidagi xabar beriladi. Fuqarolarimizni aksariyati aynan mana shu onlayn kredit olishda kiberfiribgarlarga aldanib qolishyapti va buni oqibatida qaysidir ma'noda zarar ko'rishyapti, moliyaviy, moddiy zarar ko'rishyapti. Aynan mana shu masalada onlayn kredit berish masalalarini, onlayn kredit rasmiylashtirish masalalarini tartibga solish bo'yicha qanday aniq choralar belgilanyapti nizom bo'yicha? Endilikda fuqarolarimiz onlayn kredit rasmiylashtirish bo'yicha ariza berganlaridan keyin bank yoki kredit tashkiloti ushbu fuqaroning arizasiga asosan unga darhol kredit rasmiylashtirilmaydi. Aksincha bir qator talablar belgilandi. Ya'niki birinchi navbatda arizani qabul qilib olgan kredit tashkiloti bizga ma'lum arizani qabul qilib olgandan keyin kredit bitimini tuzish taqiqlangan shaxslar reyestri bor. Ushbu reyestrda jismoniy shaxs to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud yoki yo'qligini tekshiradi. O'zi bu qanaqa reyestr, avvalan bo'lganmi yoki endi tashkil qilindimi, shu haqida umidki sizda ma'lumot bo'lsa agar? Bu reyestr kredit axborot almashinuvi to'g'risidagi qonun mavjud. Ushbu qonunga asosan kredit byurolari tomonidan yuritiladi. Hozirgi kunda kredit byurolari tomonidan o'sha kredit olishni taqiqlash, ya'ni fuqarolar tomonidan o'ziga nisbatan kredit rasmiylashtirishni taqiqlash xizmati yo'lga qo'yilgan. U MyGov.uz portali orqali ham ishga tushirildi. Mana shu xizmatdan foydalangan holda o'ziga nisbatan kredit rasmiylashtirishni taqiqlash xizmatidan foydalanib, mana shu reyestrda foydalangan fuqarolar mana shu reyestrda qayd etiladi. Ya'ni siz ma'lum bir vaqt davomida 1 yil yoki 2 yil davomida men kredit olmayman, sizga kredit olish zarur bo'lmasa, men kredit olmayman degan mazmunda mazkur reyestrga kiritib qo'yish haqida kredit byurolariga so'rov yuborasiz hamda kredit byurolari tomonidan siz haqingizdagi ma'lumotlar mazkur reyestrga kiritiladi. Keyinchalik agar firibgarlar tomonidan sizni nomingizga kredit rasmiylashtirishga urinish holatlari bo'lganda, bank mazkur reyestrda siz mavjud bo'lsangiz agar, bank siz nomingizga kredit rasmiylashtirishni rad qiladi, ya'ni kredit rasmiylashtirmaydi. Ya'ni agarda meni fikrim o'zgarib qoladigan bo'lsa, byurolarga yana qaytadan so'rov berishingiz mumkin hamda siz so'rovingizga asosan u taqiq o'sha taqiqlangan reyestrdan chiqarib tashlanadi. Bundan keyingi jarayon qanday kechadi, Xurshid aka? Demak, Umid aka mana to'g'ri aytib o'tdilar. Biz kredit bitimi tuzish taqiqlangan shaxslar reyestrida tekshirilgandan keyin agar ushbu ma'lumotlar kredit bitimi ushbu reyestrda mavjud bo'lsa, ya'ni fuqaroning ma'lumotlari mavjud bo'lsa, kredit berish jarayoni to'xtatiladi va fuqaroga SMS tarzida xabar beriladi. Ya'niki siz to'g'risidagi ma'lumotlar mana shu reyestrda mavjudligi aniqlandi, sizga kredit berilmasligi to'g'risida ma'lum qilamiz. Undan keyin agarda kredit tashkilotlari fuqarolarimizga kredit ajratish to'g'risida qaror qabul qilsa, kredit tashkiloti fuqarolarimizga kredit ajratishdan oldin ushbu fuqaroning nomida agarda fuqaroning nomida kredit mavjud bo'lsa, hurmatli fuqarolarimizga ularning nomida qancha kredit mavjudligi va ularning miqdori to'g'risidagi ma'lumotlarni yuboradi. Fuqarolarimiz shu ma'lumotni olib, mobil ilova orqali kredit olishga roziligini bildirilgandan keyingina kredit tashkiloti fuqaroning nomiga kredit ajratish jarayonini davom ettiradi. Yana bitta holat bor, Xurshid aka, masalan, bitta fuqaro nomidan bir nechta kredit olish holatlari. Yaqinda ham bir tanishim mana shunday holatga tushib qoldi. Ya'ni bitta o'zi nomidan adashmasam 4 ta yoki 5 ta bank ilovasidan yoki bankdan 4-5 xil kredit olib, mana shunaqa mashmasha bo'lib yurgan edi. Bu holatda qanaqa yechim qilish mumkin? Juda ham to'g'ri narsani aytib o'tdingiz. Bu kabi firibgarliklar aynan onlayn kredit bilan bog'liq jarayonlarda juda ham ko'p. Shu kabi holatlarni oldini olish uchun talablar belgilandi. Ya'niki endilikda bizning jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamimiz orqali kredit berish, ya'ni JSHR orqali kredit berish tartibga solindi. Ya'niki bir vaqtning o'zida kredit byurolariga bir nechta tijorat banklaridan ushbu JSHRga kredit ajratish bo'yicha so'rov kelib tushganda, kredit byurolari faqat eng birinchi so'rov yuborgan bankning so'roviga javob beradi. Eng birinchi so'rovga javob beradi va qolgan so'rov yuborgan banklarni kutish rejimiga o'tkazadi va ularga ma'lumot yuboradi. Ya'niki ushbu PNFL bo'yicha, JSHR bo'yicha A bank, misol uchun A bank so'rov yubordi, uni so'roviga javob berdim, uni javobini kutyapman. Bu yerda qanaqa bo'ladiki, birinchi bank ushbu so'rovga asosan kredit
ajratishi to'g'risida qaror qabul qilganligini e'lon qilgandan keyin, ya'ni kredit byuroga ma'lumot bergandan keyin kredit byurolari 24 soat davomida ushbu PNFL bo'yicha, ya'ni GSHIR bo'yicha boshqa kredit rasmiylashtirilmasligi to'g'risida boshqa kredit tashkilotlariga yoki banklarga ma'lumot beradi. Ya'niki buni oddiy tilda aytadigan bo'lsak, bizning PNFLimizga bir kunda bitta kredit rasmiylashtiriladi 24 soat ichida. Onlayn kredit bir kunning ichida faqat bitta bankdan rasmiylashtiriladi. Kredit tashkiloti fuqarolarimizga kredit ajratgandan keyin pul mablag'larini fuqarolarimizning bank kartasiga o'tkazib berishdan oldin fuqarolarimizni majburiy tarzda biometrik identifikatsiyadan o'tkazadi. Ya'niki siz ariza berdingiz, arizangiz qanoatlantirildi, kredit tashkiloti sizga kredit ajratilishi to'g'risida qaror qabul qilganligini sizga ma'lum qildi. Lekin pul mablag'ini sizni kartangizga o'tkazib berishdan oldin firibgarlik holatlarini oldini olish maqsadida sizni yana bir marta qo'shimcha identifikatsiyadan, ya'ni biometrik identifikatsiyadan o'tkazadi. Biometrik identifikatsiyadan o'tkazish jarayoni aynan ushbu bank mobil ilovasi orqali amalga oshadi. Va bu yerda yana boyagi narsa ishlaydi, ya'ni agarda qo'ng'iroq jarayonida o'ngga qarang, chapga qarang deb sizga ko'rsatib berayotgan firibgarlari to'ppa-to'g'ri tekshiriladi. Albatta. Bu ham aynan o'sha fuqarolarning nomiga firibgarlik yo'li bilan kredit rasmiylashtirishni, aynan onlayn kredit rasmiylashtirishni oldini olish uchun asosiy bitta omillardan biri deb aytib o'tsak bo'ladi. Tushunarli Xurshid aka. Umid aka, endi bu yerda eng asosiy jihat bor, ya'ni kecha nizom haqidagi ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandan so'ng ham bu juda ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Ya'ni agarda firibgarlar tomonidan onlayn kredit qurboni bo'lgan fuqarolar haqiqatda rasman jabrlanuvchi bo'lib topilsa, ya'ni kredit ulardan undirilmasligi haqida o'zi umuman olganda soddaroq qilib tushuntiraylik. Ya'ni fuqaro firibgarlikka aldandi. Mana shu jarayonda fuqaro nima qilish kerak? Juda to'g'ri savol berdingiz. Bu jarayonda fuqaro nomiga onlayn ravishda boshqa shaxs tomonidan kredit rasmiylashtirilgandan so'ng buni bilgan vaqtdan boshlab ichki ishlar organlariga murojaat qiladi. Ichki ishlar organlari tomonidan bu holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv va dastlabki tergov harakatlari amalga oshiriladi. Mazkur harakatlar natijasida haqiqatdan ham fuqaro nomiga o'zi emas, boshqa shaxs tomonidan kredit rasmiylashtirilganligi aniqlangan taqdirda fuqaro jabrlanuvchi deb topilishi mumkin. Lekin bu degani fuqaro o'ziga kredit olib, yo'q, meni nomimga boshqa birov kredit oldi deb, men firibgarlik qurboni bo'ldim deb, men firibgarlik qurboni bo'ldim deb aytishini nazarda tutilmaydi. Bu holatda surishtiruv va dastlabki tergovda bu holat isbotlanishi kerak. Ya'ni o'sha mobil ilova orqali boshqa shaxs nomiga o'tkazib yuborilganligi, pul mablag'larini boshqa shaxs nomiga o'tkazib yuborilganligi va boshqa holatlar qat'iy ravishda tekshiriladi. Shu holatlar tekshirilgandan so'ng haqiqatdan ham fuqaro nomiga boshqa shaxs kredit olib, uni o'z nomiga o'tkazib yuborilganligi aniqlanganda, keyin fuqaro jabrlanuvchi deb topilishi mumkin. Bu haqida o'sha surishtiruvchi, tergovchi, prokurorning qarori chiqariladi. Sud tomonidan esa ajrim chiqarilishi mumkin. Mazkur surishtiruvchi, tergovchi, prokurorning qarori yoki sudning ajrimi kredit tashkilotiga yuboriladi. Jabrlanuvchi deb topish haqidagi qaror kredit tashkilotiga yuboriladi hamda kredit tashkiloti mazkur qarorni olgan vaqtdan boshlab fuqaroga nisbatan o'sha kredit bo'yicha foizlar hisoblashni to'xtatadi hamda mazkur kreditni undirishni hamda unga nisbatan foizlar, neostoyka va jarima hisoblashni to'xtatadi. Bu jarayonda mana shu holat sodir bo'lgunicha fuqarodan undirilgan mablag'lar bo'ladi. Ya'ni 1 oy o'tishi mumkin, 2 oy o'tishi mumkin, fuqaro qaror chiqqungacha, ya'ni fuqaro jabrlanuvchi deb topilgunigacha kredit tashkiloti fuqarodan qanchadir mablag'ini kartasidan yoki nimasidan undirgan bo'lishi mumkin. Bu holatda mazkur mablag'lar qaytarilmaydi. Qachonki mazkur holat bo'yicha sudning qarori chiqarilgandan so'ng, ya'ni fuqaro haqiqatda jabrlanuvchi, bu yerda bankning aybi bor hamda shu firibgarlik holati sodir bo'lgan deb topilsa, undan so'ng o'sha sudning qaroriga asosan fuqaroga bu mablag'lar qaytarib beriladi. Yana qo'shimcha sifatida endilikda fuqaro jabrlanuvchi deb topilgandan keyin
kredit tashkilotiga o'sha surishtiruvchi, tergovchi yoki prokurorning qarori kelib tushgandan keyin tabiiyki barcha kredit bilan bog'liq to'lovlar, asosiy foiz summalari yoki neustoyka jarima summalari to'xtatiladi. Undan keyin bank nima qiladi degan savol tug'iladi. Ushbu jarayonda bank o'zi ham fuqaroviy da'vogar sifatida aynan firibgarni topish maqsadida o'sha tergov yoki tergov jarayonlarida ishtirok etadi. Ya'ni firibgar topilgandan keyin bu bankka nisbatan yoki fuqaroga nisbatan yetkazilgan moddiy zararni aynan firibgardan regress tartibda undirish bo'yicha tergov jarayonlarida ishtirok etish huquqiga ega bo'ladi. Bundan keyin bank surishtiruvchi, tergovchi yoki sudning qaroridan norozi bo'lsa, hamda mana shu firibgarlik holatiga shubha qiladigan bo'lsa, belgilangan tartibda shikoyat qilishi mumkin. Hamda bu holatda firibgarlik holati sodir etilmagan deb topilsa, bank tomonidan fuqaroga nisbatan kreditlarni hisoblash davom ettiriladi, foizlarni hisoblash davom ettiriladi hamda tegishli tartibda undirish choralari ko'riladi. Bu yerda yana bitta muhim savol bor, Xurshid aka. Bu tartib qachondan amalda bo'ladi? Ya'ni fuqaro deylik, bundan 2 yil avval 2024-yilda aynan mana shunday onlayn firibgarlik qurboni bo'ldi va uning nomiga kredit rasmiylashtirildi. Endi o'sha fuqaro aynan mana shu nizom asosida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga borsa va jabrlanuvchi deb topilsa, bu tartib ishlaydimi? Juda ham to'g'ri savol. Hujjatimiz 2026-yil 21-yanvar kuni Adliya vazirligidan tegishli tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Kuchga kirish sanasi esa 3 oydan keyin amal qiladi. Ya'ni aytishimiz mumkinki, hujjatda aynan onlayn kredit bilan bog'liq talablar yoki axborot xavfsizligi va kiber xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq talablar aynan 2026-yilning 22-aprelidan keyin sodir bo'lgan holatlar uchun amal qiladi. Yana ham tushunarliroq qilib aytishim mumkin. Aynan onlayn kredit bilan bog'liq firibgarlik holatlari natijasida sodir etilgan, yetkazilgan moddiy zararlarni to'xtatish va u bilan bog'liq moddiy zararlarni regress tartibda undirish bo'yicha belgilangan talablar aynan 2026-yilning 22-aprelidan keyin sodir bo'lgan firibgarlik holatlari uchun tatbiq etiladi va amaliyotga kiritiladi. Xurshid aka, mana shuncha choralar haqida gaplashdik. Albatta, bular o'zini yo'liga tushgandan so'ng firibgarlik holatlari ham keskin kamayadi deb umid qilamiz va bu jarayonda fuqarolarning raqamli va moliyaviy savodxonligini oshirish uchun qanday choralar, qanday ishlar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan nizom bo'yicha. Kredit va to'lov tashkilotlari tomonidan o'z mijozlarini xabardorligini oshirish va ularni yangi turdagi bank kartalari bilan bog'liq firibgarlik holatlaridan ogohlantirish maqsadida nizomda talablar belgilandi. Ya'niki endilikda kredit va to'lov tashkilotlarining o'zining mobil ilovalarida o'z mijozlarini firibgarlikning yangi turlari va yangi turdagi o'sha kiber hujumlar, tuzilmalar, yangi turdagi sxemalardan ogohlantirish va ularni o'z mijozlarini o'qitish, xabardorligini oshirish, moliyaviy savodxonligini, raqamli savodxonligini oshirish bo'yicha mobil ilovalarda xabarlar berib boriladi va ularning sxemalariga qarshi nima choralar ko'rish kerakligi to'g'risidagi tavsiyalar berib boriladi. Bundan tashqari yana bir ajoyib talablar o'rnatildi, ya'niki endilikda kredit to'lov tashkilotlari tomonidan emissiya qilingan bank kartalarining orqa qismida, ya'ni kartaning orqa qismida aynan firibgarlik holatlaridan zarar ko'rgan fuqarolarimiz uchun bankni, ya'ni o'zining xizmat ko'rsatuvchi bankini xabardor qilish imkoniyatini beruvchi telefon raqamlari, ya'ni kol markazining raqamlari majburiy tartibda joriy qilinadi. Va bu 7/24 rejimda ishlaydi. 7 rejimda ishlaydi. Ya'ni fuqarolarimiz kunning istalgan vaqtida agar firibgarlik holatiga tushib qolsa yoki firibgarlik qurboniga aylansa, o'sha bank kartasining orqa qismida joylashtirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bemalol sodir etilgan firibgarlik holati haqida ma'lumot berishi mumkin. Bundan tashqari yana bir va o'sha muhim choralarni ham o'zi uchun olishi mumkin, tavsiyalarni. To'g'ri muhim choralarni o'zi uchun olishi mumkin. Bundan tashqari mobil ilovada yana bir ajoyib qo'shimcha funksiya deyishimiz mumkin qo'shildi. Ya'niki endilikda fuqarolarimiz mobil ilova orqali sodir etilgan firibgarlik holatlari to'g'risida bankka ma'lumot berishi mumkin. Misol uchun aytib o'taylik, siz firibgarlik qurboniga aylandingiz, qaysi bank mobil ilovasidan foydalansangiz, ushbu bankning mobil ilovasiga kirib, firibgarlik holati qaysi usulda sodir bo'ldi siz bilan va kunning qaysi qismida firibgarlik holatini sodir bo'lgan vaqti, sizning kartangizdan qancha pul mablag'i o'g'irlandi, qaysi usul bilan sodir bo'ldi, kunning qaysi qismida sodir bo'ldi, shu kabi ma'lumotlarni to'ldirib, bankni tezkor xabardor qilish imkoniyati yaratiladi.
Bundan tashqari bank va mijoz o'rtasida aynan mobil ilovada bu barchamizga ma'lumki, shartnomaviy munosabatlar yo'lga qo'yilgan, aynan ommaviy oferta deyilgan hujjat mavjud. Ya'ni o'sha ommaviy ofertaga ham qo'shimcha talablar kiritildi. Endilikda kredit va to'lov tashkilotlari mijoz bilan tuziladigan ommaviy ofertalarda bir qator talablarni belgilashi shart. Ya'niki, agarda foydalanuvchi yoki o'sha fuqarolarimiz o'zlari bilmasdan turib bank kartasini yo'qotib qo'ysa yoki o'ziga tegishli bo'lgan telefon qurilmasini yoki shaxsiy ma'lumotlarini uchinchi shaxslarga berib qo'ysa, shu kabi holatlar to'g'risida o'ziga xizmat ko'rsatuvchi kredit tashkilotini bir kundan kechiktirmay ogohlantirishi shart. Bu bizga nima beradi bankni xabardor qilishi? Bank ushbu fuqaro bilan bog'liq barcha operatsiyalarni cheklaydi. Ya'niki uning ma'lumotlari o'sha firibgarning qo'liga chiqib ketdi. Ushbu akkaunt orqali, ushbu bank kartalari orqali amaliyotlar, ya'ni operatsiyalar endi ushbu foydalanuvchi fuqaroning o'zi tomonidan emas, aynan firibgar tomonidan amalga oshirilyapti deb ko'riladi va barcha ushbu akkaunt bilan, karta bilan bog'liq barcha amaliyotlar to'xtatiladi. Bu aynan fuqarolarimizning bank kartalaridagi pul mablag'larini firibgarning boshqa o'sha maqsadlarda o'g'irlashi yoki noqonuniy chiqib ketishini oldini olish uchun qo'yilgan asosiy talablardan biri. O'zi umuman olganda bilasizmi, Xurshid aka, men nizom bilan tanishganimda ham, qolaversa mana bugun podkast mobaynida aynan mana shu mavzu yuzasidan har bitta jihatlarga alohida e'tibor qaratganimizda ham menda bir fikr uyg'ondiki, ya'ni ishonch uyg'ondiki, menimcha firibgarlarga boshqa bir qanaqadir yechim qolmadi, chora qolmadi ularga. Ya'ni bir asosiy teshiklarni yopdik. Lekin bu yerda yana bitta jihat borki, ko'rilayotgan, amalga tatbiq etilayotgan choralar fuqaro uchun, oddiy foydalanuvchi uchun birozgina qiyinchiliklarni, noqulayliklarni tug'dirmaydimi? Ya'ni u 2 martalab identifikatsiyadan o'tish ishlari yokida tinimsiz SMSlar, tinimsiz tasdiqlashlar, aynan mana shu jihatlar haqida ham gapirib bering. Firibgarlik oqibatida yetkazilayotgan moddiy zararlar, nafaqat moddiy zarar, ma'naviy zarar, fuqarolarimizga ma'naviy zararlar ko'lami ham yuqori. Biz tomonidan belgilangan, aynan ushbu nizomda belgilangan minimal talablar fuqarolarimiz uchun bir oz qiyinchilik dek ko'rinishi mumkin. Qiyinchilik, lekin buni asosiy maqsadi boshqa. Bizda asosiy maqsad respublikamizda bank kartalari bilan bog'liq holda sodir etilayotgan firibgarliklarni oldini olish. Undan ham asosiy maqsadimiz bor. Bu ya'ni fuqarolarimizning ham ma'naviy, ham moddiy mablag'larini, aynan mobil ilovalardagi bank kartalaridagi pul mablag'larini firibgarlarga berib qo'yishdan himoya qilish. Firibgarlik aynan noqonuniy o'zlashtirilishini oldini olish maqsadida joriy etilmoqda. Qo'shimcha identifikatsiyadan o'tishga ketishi mumkin, 1 daqiqa vaqtini ajratishi mumkin. U 1 daqiqa vaqtini ajratgani yaxshi, qaysiki uning nomiga yoki uning kartasidagi misol uchun millionlab pul mablag'larni yo'qotgandan ko'ra, to'ppa-to'g'ri aytib o'tdingiz, yoki uning nomiga 50 million, 100 millionlab kreditlar rasmiylashtirilgandan ko'ra, undan ko'ra 1 daqiqa yoki 2 daqiqa vaqtini ajratib, ushbu talablarimizni bajargani men o'ylayman maqsadga muvofiq bo'lardi. Ham fuqarolarimiz o'zini xavfsizligi nuqtai nazaridan xotirjam bo'lardi. Shu bilan birga mazkur nizomda belgilangan talablar minimal talablar bo'lib, kredit tashkilotlari hamda to'lov tashkilotlari fuqarolarni firibgarlik holatlari sodir etilishini oldini olish uchun qo'shimcha talablarni o'zlari yana joriy etishi mumkin. Shu bilan birga biz fuqarolarni ogohlantirib o'tamizki, mazkur nizomda belgilangan talablardan tashqari o'zingizni, mablag'ingizni himoya qilish choralarini ko'rishingiz hamda moliyaviy savodxonlikni oshirib borish ishlarini amalga oshirishingiz so'raladi. Albatta, bu jarayonda fuqarolar har doim ogoh bo'lishi kerak. Firibgarlar yangi firibgarlik turlarini, sxemalarni o'ylab topib, bunga qarshi yana choralar ko'rishi mumkin. Rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun biz podkastimiz davomida onlayn moliyaviy xizmatlar, kiberfiribgarlik holatlari va ularning oldini olishga qaratilgan aniq choralar haqida gaplashdik. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad mijozlarni himoyalash, firibgarlikni kamaytirish va moliyaviy tizimga ishonchni oshirish. Agarda sizda ham ushbu mavzu yuzasidan savollar, takliflar va fikrlar bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Adliya TVda Sayilgoh podkastini kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.